Assalomu alaykum aziz do'stlar, bizni kuzatib turganingizdan juda ham xursandmiz. Dunyo media barchangizning e'tiboringizga yangi katta yutuqli o'yin taqdim etadi. Bu o'yinda 115 ta ro'zg'orbob, dastyor, og'iringizni yengil qiladigan, uzog'ingizni yaqin qiladigan qimmatbaho sovg'alar qo'yilgan. Ana shu sovg'alardan bittasiga ega bo'lishni xohlaysizmi? Bu uchun bu o'yinda ishtirok eting va 400 somoniy mablag' evaziga bitta chipta oling. Siz bitta chipta bilan ham o'z omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Lekin chiptalar soni qanchalik ko'p bo'lsa, siz aynan ana shu qimmatbaho sovg'alardan biriga ega bo'lishingiz ehtimoli shunchalar baland bo'ladi. Sovg'alarimiz 10 ta 500 somonlik, 10 ta 1000 somonlik. Qolaversa siz uchun ro'zg'orbob, beminnat xizmatkor, dastyor 10 ta elektromotorroller, ya'ni skuter, 5 ta elektrovelosiped, qolaversa 10 ta televizor, 10 ta telefon, 10 ta muzlatgich, 10 ta gaz plita, 10 ta mikroto'lqinli pech, 10 ta kir yuvish mashinasi, 10 ta chang yutgich, hamda 5 ta konditsioner, qolaversa yana boshqa qimmatbaho sovg'alar sizni kutmoqda. Aziz do'stlar, hali asosiysini aytmadim deganim mana shular. Menimcha Shahzodbek ukamiz aynan ko'rib turganingizdek yomon prizlar qo'ymagan. Bu o'yinda ishtirok etishingizga ana ko'rib turganingizdek avtobozorda serxaridor, ko'chalarimiz bezagi, uzog'ingizni yaqin qiladigan avtomashinalar, Opel Zafira, Mazda 7 va eng qimmatbaho sovg'amiz Mercedes-Benz 221 kuzov sizga intizor. Azizlar, chiptalarimiz allaqachon yarmi omadli mijozlarimizni qo'llarida. Faqat Shahzodbek ukamiz bularni hammasini mana shu xalqimiz sizlar uchun tashkil qilgan. Kelinglar, yana qolgani sizlarning podeshkalaringga, sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringga bog'liq bo'ladi. Astoydil podeshkani to'xtatmaymiz. Chiptalarimiz qancha tez tugasa, o'yinni shuncha tez o'tkazamiz. Mumkin 2 kun, mumkin 3 kunda, mumkin 1 hafta. Xudo xohlasa, hamma prizlarimiz o'z egalarini topadi. Dunyo media bilan doim birga